har bir odamni boy qilaylik, o'zi soliq to'laydi. Uni bechorani oldin talon-taroj qilib qanday soliq to'laydi? Endi odamlar o'zgaryapti. Endi ishonyapti. Darrov uni boshiga sen aqlli moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla noinsof. Atrofingdagilarni hayda var hammasini. Yangi o'sha odam, mana Qo'chqorov sherdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarga oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishdan olaman. Menga bundaqa moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi. Bitta Astrogorskiy degan noinsof haydaganman, uni hidi kelib turibdi menga. Tashqaridan turib biriktalar hali ishlayapti. Menga undaqa moliya, bunga vatanni sevgan, o'zbek millatini, o'zbek davlatini, o'zbekda yashagan har bir fuqaroni ertangi kunga befarq bo'lmagan moliyani boshqa kerak menga. Men ertagida e'lon qilmasa bilaman. Xudoga shukr, men 10 yil bosh vazir bo'lib, kabinetda qarovlab o'tirganim yo'q. Qo'lni ko'lda nima bo'layotganini bilaman. Boysunda nima qilganini bilaman. Qo'rg'ontepada qanday otni kim minganini ham yaxshi bilaman. O'rtoq Qo'chqorov o'zini past ostidagi o'zi yangi vazir, lekin u eski illat qolganlar hammasi pastda o'tiribdi, u kalamushdan qolganlar. Ularni yo'q qilmagancha men bu odam bilan ishlamayman. Kecha aytdim. Senga 10 kun so'rab, hammasini haydaysan dedi. Birrontasi qolmash kerak. Yoshgina tajriba kerak emas. Mana shu millat sevgan odam kerak. Qat'iy nazar qaysi millatdan bo'lishdan. Mamlakatni sevgan odam kerak.